Me'roj kechasi, Isro voqeasi, buyuk safarning boshlanishi. Bir kecha Makkada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odatdagidek ibodat bilan mashg'ul edilar. O'sha tun boshqa tunlarga o'xshamas edi. Chunki Alloh taolo o'zining buyuk mo'jizalaridan birini Rasulullohga ko'rsatishni iroda qilgan edilar. Qur'oni Karimda bu voqea Isro surasining 1-oyatida zikr qilinadi. Bandasi Muhammadni bir kecha Masjidul Haromdan atrofiga baraka bergan Masjidul Aqsoga sayr qildirgan zot barcha nuqsonlardan pokdir. Bu oddiy safar emas edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga maxsus bir ulov buroq keltirildi. U juda tez harakatlanadigan ulov edi. Rasululloh buroqqa mindilar va Allohning izni bilan Makkadan Quddusdagi Masjidul Aqsoga yo'l oldilar. Bir zumda go'yo uzoq masofalar ortda qoldi. Makka ortda qoldi, cho'l va tog'lar ortda qoldi va nihoyat Masjidul Aqso tomon yetib kelindi. Bu joy ham oddiy joy emas edi. U ko'plab payg'ambarlar bilan bog'liq muborak maskan edi. Rasululloh Masjidul Aqsoga kirganlarida bu buyuk safarning keyingi bosqichi boshlanishi arafasida edi. Ammo hali eng hayratlanarli voqealar oldinda edi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kechada faqat Quddusga borib qaytish uchun olib chiqilmagan edilar. Oldinda osmonlarga ko'tarilish, payg'ambarlar bilan uchrashuv va insoniyat uchun buyuk ne'mat, namozning farz qilinishi bor edi. Bu maskan Alloh taolo tomonidan muborak qilingan joylardan edi. Ko'plab payg'ambarlarning da'vati va hayoti bilan bog'liq bo'lgan bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga g'ayrioddiy bir manzara ko'rsatildi. Rivoyatlarda Rasulullohga bir necha payg'ambarlar jam qilingani va u zotning ularga iymon bo'lib namoz o'qiganlari zikr qilinadi. Bu voqea juda katta ma'noga ega edi. Avvalgi payg'ambarlarning da'vati ham, Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi va sallamning da'vatlari ham aslida bitta asosiy haqiqatga chaqirgan edi. Yolg'iz Allohga ibodat qilish. Odam alayhissalom boshlab Nuh alayhissalom, Ibrohim, Musa, Iso va boshqa payg'ambarlargacha bo'lgan barcha payg'ambarlar insonlarni Allohning tavhidiga chaqirdilar. Endi esa Muhammad sallallohu alayhi va sallam barcha payg'ambarlarning davomchisi sifatida ularning oldida imom bo'lib turardilar. Bu go'yo payg'ambarlik risolatining yagona zanjir ekanini ko'rsatuvchi buyuk manzara edi. Ammo Me'roj hali tugamagan edi. Masjidul Aqso voqeasidan keyin Rasululloh uchun bundan ham ulug'roq safar boshlandi. Osmonlar sari ko'tarilish. Bu safar insoniyat tarixidagi eng buyuk mo'jizalardan biri edi. Rasululloh endi yer yuzida yuqoriga osmonlarga ko'tariladigan edilar. U yerda esa u zotni yana bir qancha buyuk uchrashuvlar kutayotgan edi. Rasululloh osmonlarga ko'tarildilar. Bu oddiy insoniy safar emas edi. Bu Alloh taoloning buyuk mo'jizasi edi. Rasululloh birinchi osmon tomon ko'tarilganlarida osmon darvozasi oldiga yetib kelindi. Darvoza ochilishidan oldin farishta "Kim bu?" deb so'radi. Jabroil alayhissalom "Jabroil" deb javob berdi. "Siz bilan kim bor?" "Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Unga Me'roj uchun ruxsat berildimi?" Jabroil alayhissalom ruxsat berilganini bildirganlaridan keyin osmon darvozasi ochildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam birinchi osmonga kirganlarida u zotni Odam alayhissalom qarshi oldilar. Odam alayhissalom Rasulullohni ko'rib, "U zotga xush kelibsiz" deb yaxshi tilak bildirdilar. Bu uchrashuv juda ulug' edi. Chunki Odam alayhissalom insoniyatning otasi, Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi va sallam esa oxirgi payg'ambar edilar. Ammo Rasulullohning safari endi boshlangandi. U zot birinchi osmondan keyingi osmonlarga ko'tarilishda davom etdilar. Ikkinchi osmonda Iso va Yahyo alayhissalom bilan uchrashdilar. Uchinchi osmonda Yusuf alayhissalomni ko'rdilar. To'rtinchi osmonda esa Idris alayhissalomni ko'rdilar. Beshinchi osmonda Harun alayhissalom bilan uchrashdilar. Oltinchi osmonda Musa alayhissalom bilan uchrashdilar. Yettinchi osmonda esa Ibrohim alayhissalomni ko'rdilar. Har bir osmon Rasululloh uchun yangi bir manzara edi. Ammo hali eng buyuk bosqichlar oldinda edi. Rasululloh 7-osmondan ham yuqoriga olib chiqilgandan joyga yaqinlashayotgan edilar. U yerda inson ko'zi ko'rmagan buyuk alomatlar bor edi. 7-osmonga yetganlarida esa Ibrohim alayhissalomni ko'rdilar. Ibrohim alayhissalom Baytul Ma'mur yonida edilar. Baytul Ma'mur osmondagi muborak maskan bo'lib, hadisda u yerga har kuni juda ko'p farishtalar kirishi va kirgan farishta boshqa qaytib kelmasligi zikr qilingan.
Rasulullohga bu kechada insoniyat ko'zi ilgari ko'rmagan ko'plab buyuk alomatlar ko'rsatildi. So'ngra Rasululloh Sidratul Muntaha tomon olib borildilar. Bu joy Me'roj voqeasining eng ulug' bosqichlaridan biri edi. Qur'oni Karimda ham Sidratul Muntaha zikr qilinadi. U yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning buyuk alomatlaridan ayrimlarini ko'rdilar. Ammo Me'rojning eng katta ne'matlaridan biri hali aytilmagan edi. Bu ne'mat butun musulmon ummat hayotini o'zgartiradigan edi. Namoz. Rasululloh Me'roj kechasida buyuk alomatlarni ko'rib osmonlarda yuksak martabalarga ko'tarildilar. Shu buyuk safar davomida musulmon ummati uchun eng ulug' ibodatlardan biri namoz farz qilindi. Dastlab 50 vaqt namoz farz qilingan edi. Rasululloh qaytib kelayotganlarida Muso alayhissalom bilan ko'rishdilar. Muso alayhissalom Rasulullohdan ummatlariga nima buyurilganlarini so'radilar. Rasululloh 50 vaqt namoz farz qilinganini aytdilar. Shunda Muso alayhissalom Rasulullohga ummatlari uchun bu og'ir bo'lishi mumkinligini aytib, Robbilaridan yengillik so'rashlarini tavsiya qildilar. Rasululloh yana qaytib Alloh taolodan yengillik so'radilar. Shundan keyin namozlar kamaytirildi. Muso alayhissalom yana Rasulullohga ummatlari uchun yengillik so'rashni tavsiya qildilar. Bu holat bir necha bor takrorlandi. Oxir-oqibat 5 vaqt namoz qoldirildi. Ammo Alloh taoloning rahmati bilan 5 vaqt namozning savobi 50 vaqt namozning savobiga teng bo'lishi bildirilgan. Shunday qilib namoz musulmon hayotining eng muhim ibodatlaridan biriga aylandi. Bu voqeadan biz juda katta saboq olamiz. Namoz oddiy odat emas, u Me'roj kechasida farz qilingan buyuk ibodatdir. Ammo Rasulullohning Me'roj safari hali tugamagan edi. U zot hali Alloh taoloning buyuk alomatlaridan yana ayrimlarini ko'rishlari va so'ngra Makkaga qaytishlari kerak edi. Sidratul Muntaha. Rasululloh Me'roj kechasida 7 osmondan o'tib buyuk bir manzilga Sidratul Muntahaga yetib keldilar. Qur'oni Karimda bu voqea Najm surasida zikr qilinadi. Sidratul Muntaha nihoyatda ulug' va g'ayrioddiy joy edi. Qur'onda uning atrofini qoplagan narsalar haqida ham so'z yuritiladi. Rasululloh u yerda Alloh taoloning buyuk alomatlaridan ayrimlarini ko'rdilar. Qur'onda u o'z Robbisining eng katta alomatlaridan ba'zilarini ko'rdi deb bayon qilinadi. Bu voqeaning tafsilotlari inson tasavvuridan juda yuksak edi. Rasulullohga ko'rsatilgan narsalar oddiy dunyo manzaralariga o'xshamas edi. Me'roj kechasi shu bilan musulmonlar uchun juda katta saboq qoldirildi. Alloh taoloning qudrati cheksizdir. Inson aqli hamma narsani to'liq anglay olmaydi. Ammo Qur'on va sahih hadislarda kelgan narsalarga iymon keltirish mu'minning vazifasidir. Bu buyuk safardan keyin Rasululloh Makkaga qaytishlari kerak edi. Ammo u zot qaytganlarida juda og'ir bir sinovga duch kelishlari mumkin edi. Chunki Quraysh bu g'ayrioddiy voqeani eshitganda ularning munosabati qanday bo'lardi? Ular Rasulullohning so'zlariga ishonarmidilar yoki bu voqeani inkor qilarmidilar? Me'roj kechasidagi buyuk voqealardan so'ng Rasululloh Makkaga qaytdilar. Bu safar oddiy safar emas edi. Alloh taolo o'z rasuliga buyuk alomatlarni ko'rsatgan. U zot esa yana Makkaga qaytgan edilar. Ammo endi juda muhim sinov boshlanardi. Rasululloh Qurayshga bu voqeani aytganlarida ayrimlari buni qabul qilishga qiynaldilar. Chunki ular uchun bir kechada Makkadan Quddusga borish va keyin osmonlarga ko'tarilish aqlga sig'mayotgandek tuyulgan edi. Ammo mu'minlar uchun mezon faqat insonning cheklangan tasavvuri ham emas. Alloh taolo xohlasa inson tasavvuriga sig'maydigan narsalar ham uning qudrati bilan sodir bo'lishi mumkin. Quraysh Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sinash uchun Masjidul Aqsoning belgilarini so'raganlarida Rasululloh Allohning izni bilan u yer haqida ma'lumot berdilar. Bu voqea musulmonlar uchun iymonining katta sinovlaridan biriga aylandi. Ayniqsa Abu Bakr roziyallohu anhu ning munosabati mashhur bo'ldi. U zot Rasulullohning xabarlarini tasdiqladilar. Ya'ni agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan bo'lsalar, demak bu haqiqatdir. Bu iymonning naqadar mustahkam bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. Me'roj voqeasi bizga yana bir narsani o'rgatadi. Haqiqat ba'zan inson tasavvuridan kattaroq bo'ladi. Ammo Me'rojning eng katta sovg'asi musulmonning har bir ado etadigan 5 vaqt namozi edi. Endi bu buyuk voqeaning yakuniy saboqlarini ko'rib chiqamiz. Me'roj kechasi islom tarixidagi eng buyuk mo'jizalardan biridir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kechada Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga olib borildilar. So'ngra osmonlarga ko'tarildilar va Alloh taoloning buyuk alomatlarini
ayrimlarini ko'rdilar. Ammo bu voqeaning ahamiyati faqat mo'jizaviy safarning o'zida emas, Me'roj bizga namozning naqadar ulug' ibodat ekanini ham eslatadi. Chunki 5 vaqt namoz musulmonning har kuni Robbisi bilan bog'lanib turishiga sabab bo'ladigan buyuk ibodatdir. Kun davomida inson qancha tashvishlarga duch kelmasin, namoz uni yana Allohni eslashga qaytaradi. Me'roj voqeasi bizga yana bir muhim haqiqatni o'rgatadi. Alloh taoloning qudrati cheksizdir. Inson aqli hamma narsani to'liq anglay olmaydi. Shuning uchun mu'min Qur'on va sahih hadislarda kelgan xabarlarga iymon keltiradi. Bu voqeada Rasulullohning sabrlari ham biz uchun katta ibratdir. U zot ko'plab qiyinchiliklardan keyin bu buyuk sharafga erishdilar. Shuning uchun hayotimizda qiyinchiliklar paydo bo'lsa, umidsizlikka tushmasligimiz kerak. Qiyinchilik ortidan yengillik kelishi mumkin. Me'roj kechasi musulmonlarga berilgan eng katta amaliy ne'matlardan biri esa 5 vaqt namoz edi. Shuning uchun namozni qadrlash, uni vaqtida ado etishga harakat qilish va Allohni doimo yodda tutish Me'rojdan olinadigan eng katta saboqlardan biridir. Alloh barchamizni namozimizni sevuvchi, iymonimizni mustahkam bandalardan qilsin. Amin. Agar ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Mana shunday manfaatli video yana chiqishini xohlasangiz, obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Sizlar bilan bugun islom hayotim.